Hadeb kaltak yeyavergan, peshonasi yorilavergan, qon oqsa ham qayta bog'lab indamay yo'lida ketavergan, zulmga qarshi birorta ham tosh otmay shu vaqtgacha Isroilning barcha sho'xliklariga chidagan Livan va nihoyat qayta uyg'onmoqda. Mamlakat prezidenti Isroil agressiyasiga qarshi turish bo'yicha birinchi bor buyruq berdi. Livan prezidenti Aoun birinchi marta armiyaga Isroilning mamlakat janubiga har qanday harbiy bosqiniga qarshilik ko'rsatishni buyurdi. Bu haqida arab matbuoti xabar bermoqda. Yaqin kunlarda Isroil va AQSh kelishib Livandagi eng yirik harbiy kuch Hizbullohni siyosiy maydondan chiqarishga urinayotgan edi. Livan hukumatidan hattoki Amerika parast ba'zi siyosatchilar chiqib Hizbullohni jilovlashga harakat qilayotgani va uni talab qilayotgan edi. Bu o'zini himoya qilayotgan qalqonni sindirishdan boshqa narsa emas albatta. Lekin har bir mamlakatda bugun sotqinlar, josuslar borligi shubhasiz. Bu Isroil kuchlari 30-oktyabr kuni Livan janubiga bostirib kirib, Blida shahridagi munitsipalitet binosida bir xodimni o'ldirib, misli ko'rilmagan tajovuzkorlik aktini sodir etganidan keyin mamlakat rahbari Isroilning beboshliklari jinoyatlariga qarshi turishga chaqirmoqda. Prezident ma'muriyati bayonotlariga ko'ra, davlat rahbari Bayrutdagi prezident saroyida armiya qo'mondoni haykalni qabul qilib, uni Livan hududi va fuqarolari xavfsizligini himoya qilgan holda mamlakat janubida har qanday Isroil bosqiniga qarshilik ko'rsatishga chaqirgan. Isroil hujumi tajovuzkor harakatlar zanjirining yangi bo'g'ini sifatida tasvirlangan. O'z navbatida Livan armiyasi Isroil dushmanining xatti-harakatlari ochiq jinoyat va Livan suverenitetini qo'pol ravishda buzish, shuningdek harbiy harakatlarni to'xtatish to'g'risidagi kelishuv va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashining 1701 rezolyutsiyasini buzish ekanligini aytmoqda. Bayonotda ta'kidlanishicha, dushman tomonidan ilgari surilgan bahonalar mutlaqo asossiz va faqatgina Livanning begunoh fuqarolariga nisbatan o'z qonunbuzarliklarini oqlashga qaratilgan. Butun dunyo ko'z o'ngida hech nimadan tap tortmayotgan bu qo'shin atrofidagi birorta davlatni tinch nafas olishga qo'ymayapti. Misrda o'tgan muzokaralardan keyin G'azoda urush to'xtashi kerak edi, lekin Isroil o'zini o'zi himoya qilishga haqqi bor degan bir oltin bahona bilan hududda urush chiqarib kelmoqda. G'azoda ham xuddi shunday ishlar ketmoqda. G'azo hududining ichkarisida ko'chada kichik kelishmovchiliklar bo'lib qolsa ham albatta uyushtirilgan. Isroil biz o'zimizni himoya qilishimiz kerak deya bomba yog'diryapti. Minglab insonlar bevaqt nobud bo'ldi. Yana millionga yaqini och, Falastin hududlari issiq va cho'llik zonalardan tashkil topgan. Dengiz yonida bo'lgani uchun suv bug'lanib, mintaqada issiq bug'li shamollarni keltirib chiqaradi. Shunday sharoitda suvsiz, boshpanasiz, och yashayotgan xalqni kabinetda o'tirgan 4 ta mulozim qarorlari qiynab kelmoqda. Isroilga qurol-yarog' eksporti yana tiklandi. Yevropa davlatlari urushni to'xtatdik-ku, endi qurol bersak bo'ladi degan fikrda yana mamlakatga qurol uzatyapti. Lekin Isroil mana shu bahona bilan yana uni Falastinga, qo'shnisi Livanga, xaritadan yuqoriroqqa qaraydigan bo'lsak, endigina oyoqqa turayotgan Suriyaga tashlamoqda. Qonsiragan bu askarlar G'azoning o'zi bilan cheklanmoqchi emasdek ko'rinmoqda. Butun dunyo bo'ylab media kanallar, gazeta va nashrlar barchasi, nafaqat bular, balki hukumatlar va oddiy xalq vakillari, umuman dunyo ommasi bu qirg'inbarotlarni ko'rib turibdi. Isroil shunchaki o'z obro'sini, xalqaro maydondagi o'ziga bo'lgan xavfsizlik va so'z ishonchini yo'qotmoqda va bu Isroilga uzoq yillar davomida yetarlicha muammolarni keltiradi. Har holda bu ekspertlar fikri. Sizningcha Isroil shu bilan cheklanib qoladimi? Qo'shni mamlakatlarga yana urush boshlamasligiga ishonch bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.